Barchaga assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz yana Incheon portidamiz va sizlarga bugun jo'nab ketayotgan texnikalarni ko'rsatamiz. Kameraga olish mumkin emas, lekin sizlarga baribir qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizda bugun 17-yil Hyundai 145 talik, 18-yil Hyundai 145 talik, 19-yil Hyundai 145 talik, 21-yil 60 talik va 22-yil 60 talik texnikalarimiz bor. Bitta 18 Hyundai texnikamiz full kattalardan ana ikkita kovushi va отбойниgigacha bor. Kichkina texnikalarimizdan esa mana bu 21-yil texnikamiz mana full komplekt. Отбойник, ikkita kovush. Bu texnikamiz esa faqat 3 ta kovushi mavjud. Xo'p, bitta katta texnikamiz bilan ikkita kichkina texnikamiz Qozog'iston Respublikasiga, ikkita 145 talik Hyundai texnikamiz esa Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahriga yo'lga chiqadi bugun xudo xolasa. Bundan tashqari bizda hali port ichiga kirib kelmagan bitta katta texnikamiz bor, 380 talik. U tashqarida. Uni esa sizlarga hozir bularni yuborib kemaga kirgizgandan keyin ko'rsatamiz. Chunki 380 talik texnikamiz biroz keyinroq portga kirib keladi. Bormi? Texnikalarni yarmi o'zimizda klientlarga, mijozga, Qirg'iziston, Qozog'istondagi mijozlarimizga va qolganlari bizni RTHS logistik kompaniyamiz orqali yuborilyapti. RTHS kompaniyasini bilasiz, butun dunyo bo'ylab Koreyadan xohlagan mahsulotingizni xavfsiz va ishonchli tarzda yetkazib beradi. Agar sizga ushbu turdagi texnikalar kerak bo'lsa, bizga RT Holdings kompaniyasiga bog'laning. Biz esa siz bilan imkon boricha tezroq bog'lanib, sizga ham ushbu turdagi texnikalarni topib berishga va yetkazib berishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Ushbu gigant Hyundai 380 seplik texnikamiz bilan bugungi jo'natmalarimizni, bugungi kemamizni eshigini yopamiz xudo xolasa. Yuqorida ko'rsatdik, kichkina texnikalar, 140 talik, 60 talik texnikalar portga olib kirib qo'ydik. Bu texnikamiz esa hali kirgani yo'q. Sababi bu og'ir 38 tonnali texnika bo'lganligi uchun eng oxirida kiradi, soat 4 da kiradigan bo'lyapti portga. Hamma texnikalar kirib yuklab bo'lingandan keyin oxirida ushbu texnikamizni yuklaymiz. 380 talik sepli texnika 2010-yil 14,000 soat ishlagan 2 kubali kovushi Qirg'izistonni Bishkek shahriga yuborilyapti. Bu mijozlarimiz bizga olib keldi. Bizni RTHS logistik kompaniyamiz orqali yuqorida aytganimdek yuborilyapti. Keyingi hafta esa xuddi shu 380 talik Hyundai'dan yana bitta bor. U o'zimiz sotib olib, uni o'zimizni qirg'izistonlik, u ham Qirg'izistonga ketadi, mijozimizga yuborib beramiz. Keyingi hafta uni ham sizlarga albatta videosini qilib ko'rsatamiz. Bugungi texnikalarimiz shu 3 ta 145 talik, 2 ta 60 talik va bitta mana qarshilardagi 380 talik texnikalar yuborilyapti xudo xolasa. Hurmatli mijozlar, agar sizlarga ham ushbu mana katta texnikalar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, 300 talik texnikalar ham bor, bilsanglar, mana bu 380 bo'lsa, buni 300 taligi ham bor. Ya'ni xohishinglarga ko'ra, xohlagan turdagi, xohlagan modeldagi texnikalarni farqi yo'q. Qayerga bo'lishidan qat'iy nazar, RT Holdings kompaniyasi, RTHS logistik kompaniyasi orqali tez va ishonchli tarzda yetkazib beradi. Quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar, biz esa sizlar bilan tez orada bog'lanamiz.